Hurmatli fuqarolar, o'z xavfsizligingizni ta'minlash uchun quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Foizsiz kredit, oson boyib ketish kabi yolg'on aldovlarga ishonib qolmang. Onlayn savdoda oldindan pul bermang. Shubhali qo'ng'iroqlarga aslo javob bermang. O'zini bank yoki boshqa tashkilot xodimiman deb tanishtirganlarga o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni aslo bermang. Ilovalarni rasmiy manbalardan yuklab oling. Akkauntlaringizga 2 bosqichli parollarni o'rnating. Kiber jinoyatlardan ogoh bo'ling. Mazan yaxshimi seni? Yaxshi. O'xshamayapti lekin. Yaxshimi? Aniq. Ava. Xo'p, maqara kelishib olamiz. To'g'risini aytasan, men sana urishmayman. Shart shu. Ayt qani. Nima bo'ldi? To'g'risini ayting, urishmaysizmi, aytaman. Urishmayman. Siz o'tib, men bergan pullaringiz bor edi-ku, kiyim-kechak olasan deb. O'sha internet magazinga kirdim. Xo'p. Kim bo'lsa yaqin narsama zakaz beruvdim. Savollarimga javob bermayapti. Men bloklab tashladi. Xo'p. Puldan o'tkazdim-da. Ava oldindan to'la dedi. Hammasinimi? Ava. Zo'r qilsan. O'zi aslida bunday masalalarda sal o'ylashing kerak. Bunday narsalarda rasmiy kanallardan, rasmiy manbasi aniq bo'lgan ishonchli joylardan qaytib qilish kerak. Hozir ko'plab yoshlarimiz tushunmaydan keyin, bilmaydan keyin ko'p pullarga kuyib ketyapti. Men qara, hozir narsalaringizni ol. Birgalikda hozir ichki ishlarga boramiz, keyin ariza topshiramiz. Pulni qaytarib olamiz. Ikkinchi marta unday narsa qilmaysan o'zi. Yaxshi. Hurmatli fuqaro, sizning arizangiz qonunda belgilangan muddatda ko'rib chiqildi hamda pullaringiz o'zingizga qaytarildi. Jinoyatchilar esa javobgarlikka tortildi. Bundan keyingi hollarda ogoh bo'ling. Hurmatli fuqarolar, sizlar ham kiber jinoyatlarning jabrlanuvchisi bo'lib qolmasligingiz uchun ijtimoiy tarmoqlardan ogoh bo'ling.